Men og'ir paketlarni ko'tarishni yaxshi ko'raman. Agar siz bular haqida o'ylagan bo'lsangiz, unda siz sal adashdingiz. Bugun sizlarga menimcha hammada bo'lishi kerak bo'lgan kiyimlarni ko'rsataman. Qishda must have bo'lgan, to'qilgan issiq futbolka. Boshida o'zi bu kiyimni umuman olmoqchi emasdim, lekin oilaviy sovet meni bunga undirishdi. Chunki oldinda bayramlar va har xil meropриятиялар ko'p. Va aynan shunaqa в меру праздничный hamda elegantniy obraz hammaga kerak bo'ladi. Bu garderobimizda eng muhim narsa qanchalik oddiy bo'lmasin, bu sifatli baza hisoblanadi. Uydagilar qishda kojani shim kiyma deyishardi, lekin u утепленный bo'lsa-chi. Qaytgancha bu kiyimlarning barchasini men Lava do'konidan xarid qildim. Bu do'kon o'zini sifati hamda servisi bilan meni juda ham xursand qildi. Profillarda bundan ham ko'p novinkalarni topsangiz bo'ladi. Do'konni shu video ostidagi izohlarda qoldirdim. Oddiy futbolka va shim, ну что-то интересного deydigan bo'lsangiz, shuni bilamanki, aynan shunaqa obraz oq qog'ozga o'xshaydi. Uni xohlaganingicha aksessuarlar bilan bezashingiz mumkin. Va bu obrazni shunaqa kichkina, lekin juda ham mnogofunksionalniy bo'lgan sharfik bilan biz дополнить qilamiz. Va qo'limda не bazaviy va aktualniy bo'lgan sumka. Va o'zimga eng yoqqan obrazni oxirida olib qo'ydim. Juda ham chiroyli shokoladniy rangdagi pidjak. Va buni biz shunaqa idealniy shokoladniy kazaki bilan дополнить qilamiz. Qo'limdagi sumka esa o'sha katta kurs qizlarini vibe'ini beryapti. Qanaqa qilib men sportivniy kiyimlarimdan bu yo'lga kirib qolganimni o'zim ham bilmayman. Lekin menga juda ham yoqyapti. Qaytgancha menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.